Sizlar bugun biza FK Mobile ya'ni FIFA o'yinida ravna egrani bir legenda 5 gacha ko'tarmoqchiman. Legenda 5 gacha ko'taramiz. Agar ko'tarsak 107-115 sotiladigan futbolchi beradi, sotadiz. Agar 115 li birorta futbolchi tushib qolsa bo'lardi. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Ko'tara olamizmi yoki ikkita qismga bo'lamizmi? Menimcha ikkita qismga bo'lamiz, chunki bitta videoda bunday uncha ko'p ko'tarib bo'lmaydi. Hozir profi 2 man. Legenda 1 gacha, hali professional 5 dan 1 gacha ko'tarishimiz kerak. U qiyin bo'ladi, bilasiz. Professionalda 115, 116 olishlar tushadi. Opa. Mana hujumga chiqib ketdi, lekin obishi 106. Mana Van Dijk bor. Virgil van Dijk kovdan o'tmoqchi bo'ldi, o'ta olmadi. Mana hujumga chiqdik biz. Mana Mustoray. Opshimiz 113, lekin hali gol ura olmayapmiz, chunki bu qiyin jamoa. Zarba mana 1-0. Bir qadam oldindamiz. Professional birdan keyin Miraval klass bo'ladi. Keyin legenda, keyin chempionatda. Legenda 5 ga harakat qilamiz. Palmer atmur olib qo'ydik hozir. Bunda patkat berib olib qo'yishdi to'pni. Hozir hujumga chiqmoqchi bo'lishdi. Time tugadi. İkinci boşlandı. Evet, tamam. Men yutaman deb o'ylayman, chunki 114 yapishni oldida meni komandam nomeri 114 devoribman. 106 biz problem. Hech kim menga xalaqit qila olmaydi. Bu jamoani yutishimga agar mana shunday patkat berib o'ynasa to'pni olib gol urishi mumkin. Mana hujum hozir. Xavi zarba berdi. Mendan darvozabonning yashindan o'tkazish qiyin. Busquets bunda mana Mustoray Diabiga ve şu videoda şu oyundan haqiqiy hayotda o'ynaladigan futbol o'yinlarini aytib o'taman. Xullas, ertaga soat 23:15 da Nasaf ya'ni Qarshi bilan Al-Ittihod o'ynaydi. O'zimizni O'zbekistondagi Qarshi Nasaf jamoasi bilan Al-Ittihod o'ynaydi. Saudiya Arabiston jamoasi. Nasafga qiyin bo'lishi aniq. Zarba. Nasafga qiyin bo'lishi aniq, chunki Ittihodda zo'r futbolchilar o'ynaydi. Karim Benzema bor Ittihodda. Kechagi o'yinlarni ham aytamiz. Sevilla Real Madrid 2-0 Real yutdi. Villarreal va Barselona o'yinida 2-0
Barselona g'alabasi bilan o'yin tugadi. Zarba. 1-0 hozir bizning o'yinimiz tugadi. Barselona va Villarreal o'yinida birinchi golni penaltidan Rafinha urdi, ikkinchi golni Yamal urdi ikkinchi taymda. Mana 109 over. Kim berar ekan? Ketdi. Kimdir? Rodrigo Gomez. Endi 4-yanvarda Barselona Espanyol bilan o'ynaydi soat 23:15 da. 4-da soat 23:15 da Espanyol bilan Barselona o'ynaydi. Shunaqa gaplar. Insaf traktorga 2-1 ga yutqizgan. La Liga jadvali bo'yicha birinchi o'rinda Barselona 46 ochko bilan 42 ochko bilan Real ikkinchi o'rinda ketyapti. Mana bizni hozir ikkinchi o'yinimiz ham boshlandi. Yana bir avtobus bilan tushib qoldim. Unda Ronaldo nazariyasi bor charoqini bor. Bu sal zo'rroq o'ynayapti oldingidan. Oldingi umuman zo'r o'ynamadi. Lekin mana gol urishi mumkin. Men sizlarga nima dedim? U jamoadan sal zo'rroq o'ynayapti bu. Zo'r ko'rinishiga qaramasdan bir xillari yaxshi o'yna olmaydi. Lekin bu jamoa Bruzo over bo'lsa ham zo'r o'ynayapti. Hozir offsayga tushib qoldim men. Ajoyib uzatma Andrega. Palmer. Dueto Lapenda Mistorga yetib bormadi. So'l mayli bo'lishi ham mumkin. Yoki men yutishim ham mumkin. Hisob noaniq mana Lapenda mana. Pas Kolga Kol urdi. Barinal. Hisobni ochgan Barinal. Ola like podpiska bo'linglar. 3 oyni to'g'ri bo'ldi kanalni ochganimga, lekin hali 500 ta bo'lganmiz. 330 ta podpiska. Bitta videoda 330 ta podpiska bo'ldi. O'zbekiston jamoasi haqida bitta video qo'ygan edim. 289 ta podpiska edi, o'shani qo'shimdan oldim. Birdan podpiskalar soni ko'payib ketdi. Bunga qaranglar. O'zbekistonni zo'rligini qaranglar bolalar. O'zbekiston baribir zo'r jamoa. Keyin bilsangiz Moskvada 10 yoshli bola pichoqlab o'ldirildi. Moskva maktabida pichoqlab o'ldirildi. 15 yoshli bola pichoqlab o'ldirdi. U 15 yoshli bola aslida matematika, mayda sinflarni matematika, 4-sinf bola 4-sinflarni matematika ustozini o'ldirmoqchi bo'lgan. Topa olmagan va keyin o'shani birinchi sinfdan so'ragan. Koridorda turgan bo'lgan, so'ragan. Siz qaysi davlatdansiz deb so'ragan, qo'lida pichoq bilan ko'rsatib. Keyin orqasida qorovul
охраннiki kelgan. Охраннiki bitta ballondagi suyuqlikni ko'ziga sepgan, u ko'zini olib qochmoqchi bo'lgan, pichoqlagan uni, lekin u охранник o'lmagan. Qorovul o'lmagan. Keyin hamma qochishgan. O'qituvchi hamma bolani sinfga kirgizgan, bitta 10 yoshli Qobiljonni kirgiza olmagan. O'zi u shuni 9-sinf bola Timofeyni qo'rqitmoqchi, chalg'itmoqchi bo'lgan, qolganlar qochishi uchun va o'zining jonini xatarga qo'ygan va shunday o'lgan. Qobiljonning oxirgi so'zi dada bo'lgan. Dada degani pichoqlab o'ldirgan. 10 marta tomog'idan pichoq tiqqan. 15 yoshli Timofey va shu Timofeyga 15 yil 6 oy qamoq jazosi ko'rildi. 15,5 yil qamoq jazosi ko'rildi. Agar meni kanalimga obuna bo'lsangiz, ana shu 110 tur obishli komandamni sizlarga bepulga beraveraman. Mana bunga qaranglar, Zokafga ham obuna bo'linglar. Agar kimdir men bilan FIFAda birga o'ynashmoqchi bo'lsa, ismim mana tepada yozilib qo'yilgan. Mana ko'ryapsizmi, chap tomonda LM10 ikkita harf ham katta harfda, joy tashlamasdan 10. 110 tur option. Men bilan tushmoqchi bo'lsangiz, mana shu ismni yozing. LM10lar ko'p. 110 tur obishli chiqsa men bo'laman. 110 tur obish bo'lsa Nistelrooy 4-chi golga ketyapmiz. Apenda. Robert Sanchez darvozaboni. Mushugimiz borda, belimga chiqib oldi. Ketdi yana belimdan. Xullas, hayotda shunday gaplar. Mirovoy klass 1ga chiqib olamiz. Mana. Bo'ldi. Mirovoy klass 1ga chiqib oldik. Yo'lning yarmi bosildi. Yana bir ikkita o'yin qoldi. Yo'lning yarmi bosildi. Agar shunday tempda harakat qilaversak, yana bitta o'yin qoldi. Yana agar shunday tempda harakat qilaversak, legenda 1ga, legenda 5ga chiqishimiz oson bo'ladi. Zo'r jamoa deb o'ylayman. Zo'r ekan, atakasi faqat kuchli 110. 109 opish deb o'ylayman. 109, 108. Shu opishlar o'rtasida deb o'ylayman men. Chirianrisi bor, Gonzales bor, bu zo'r. 110 tur. Meniki mana Liviyashinim bor. Ular boshlashadi. Chirianri. Gerard, Henry. Endi men bu jamoani zo'r deya olaman, chunki hujumga chiqa olishyapti. Mana. Bizning
Bizning hujumimiz hozir. Ziyabiga pas. Mana. Urdik. Birinchi golimizni 10 daqiqa ichida. 10 daqiqa emas, 10 sekund. 10 soniya desa ham bo'ladi. Tepadan uzatma, Maradonasi bor. Mana kuchli. Kuchli jamoa, Maradonasi bor. UEFA Jahon chempionati boshlandi. Va bu chempionatda O'zbekiston terma jamoasi ham ishtirok etyapti. O'zbekiston terma jamoasi 2026-yil 26-iyunda Portugaliya bilan o'ynaydi. Zarba gol. Portugaliya bilan o'ynaydi. Taxminiy hisobingizni mana shu kommentariyada yozasizlar. Kommentariyada yozasizlar taxminiy hisobni. Endi o'ylayman 5-ga O'zbekiston yutadi. Ronaldo o'ynaydi Portugaliyada. Diogo Jota o'lgan, Diogo Jota. Bernardo Silva bor, Bruno Fernandes bor, João Felix bor, Gonzalo Ramos bor. Juda ham kuchli jamoalar o'ynayapti. O'zbekiston ham kuchli. Va mana Mr. Roy Zeliapanda zarba berdik. Yo'q. Bu zarbamiz nega o'xshamagan edi? Nima shungiz? O'ynab yotibdi oyog'imni. Zili birinchi taymning oxirida menimcha yana bitta gol urib qo'yadi. Nestor yo'q. Urmas ekan Nestor. 2-0. Boshladik. O'tdik. Mana. Mana shunday tempda harakat qilaversak, ligada 5 bo'lishimiz osonlashadi. Appenda zarba gol. Urdik. 3-0. Yegin Shugimiz jonga tegdi, tishlaveryapti qo'limni. Yo'q. Maradona qaytardi. Thiago. Top Maradona. Chiqmadi, qanday qaytardi? Nouri. Ajoyib qaytardi Nouri. Nouri qaytardi. Nisoro zarba gol. 117 Nisoro eng kuchli jamoamdagi eng kuchli futbolchi shu.
mushukchamiz o'ynab yuribdi, har joyga sakrab. 4-0. Bu o'yin ham 5-0 hisobda tugasa ya. Kaka 3 kishi bo'lib olishdi to'pni. Nistelrooyning o'zida qoldi to'p. Nistelrooy o'rtaga deganda berib qo'yadi to'pni Nistelrooy. Qanday agar berib qo'ysa edi. Pressing kuchli jamoa. Men pressingim kuchli. Pressingni olib qo'ya olaman. Himoyam kuchli. Zarba. Va o'yin tugadi. 4-0 hisobda g'alaba qozondi. 4-0. Qanday achinarli hisob. Diaby, Cole, Van Nistelrooy, Apenda, Van Nistelrooy, mana. Professional 5. Miravoy klass 5. Miravoy klass 5 bo'ldik. O'ynasak bo'ladi. 21 daqiqa bo'ldi, yana bitta o'yin o'ynab tugataman. Bu zo'r jamoaga o'xshayapti. Oy, 115 atakasi. 115 obish bilan tushib qoldik valla. 115 obish bilan tushib qoldik. Bu qiyin bo'ladi bu o'yin, bilib turibdi hamma. Bu o'yin qiyin bo'ladi. Xullas, nima bo'lsa ham boshlandi o'yin. Va Nistelrooy ham bor ekan buni. Cole Palmer. Ajoyib hujum. Yo'q. Zarba ham berishdi. Dempsey. Burchak to'p ishlab olishdi. Shu zarbalar. Uzatma. Cole qaytaryapti, yetib bormadi. David. Nistelrooy. Hujumlarda. Tamam. Oldik to'pni baribir. Bu jamoa ancha mendan kuchli, mendan bir ovur katta. Lekin men bu jamoani yuta olaman deb o'ylayapman. Uzatma berdim, zarba berdim. Yana mana. Ular shunday vaziyatda gol ura olmagan edi, men urdim. Ular naq 3 ta hujum qilishdi, lekin men bitta hujumda urib ketdim. Men shunaqa odamman. Bitta hujumda urib keta olaman. Zo'r qarshi hujumga ham chiqib keta olaman. O'radiga. Zo'r fint ishlatdi Koman mana yana ishlatdi. Lekin David'dan o'ta olmadi. David. Diaby penalti berishmadi darvozamizga, bu bizga yaxshi. Agar penalti berishganda edi, gol urib hisobni tenglashtirib qo'ygan bo'lardilar. Oy, Busquets o'zida qoldirsa zo'r bo'lardi. Qarshi hujumga chiqib ketishdilar. Yo'q, David. Qutqardi bizni David. Diaby ikkinchi gol. Raul Albiol qaytardi. Darvozadan qaytardi, to'p Raul Albiolga keldi. Raul Albiol esa to'pni tepib yubordi. Koman qancha urmasin, va mana birinchidan tugadi. Ikkinchi taymda himoyaga ko'p qarashimiz kerak.
himoyaga ko'p qarash kerak. Chunki 1-0 hisob bu bo'ladi. Yetadi bizga 1-0 ham. Himoyaga ko'p qarashimiz kerak. Ko'pincha himoya kerak. Yana Raul Albiol ana shunaqa xatolar bo'lib turibdi. Mana shunday xatodan keyin gol urib ketish osonlashadi-da. 1-1. Van Persie. Hozir men urishga harakat qilaman. Gol. Komandiya o'tdi lekin. Raul Albiol kuchli-da. O'ta olmasligim mumkin. Nima dedim? O'ta olmadim. Raul Albioldan tepib yubordi Raul Albiol to'pni. Ajoyib va g'aroyib. Agar to'p o'zimda qolganida gol urardim. Van Nistelrooy. Ajoyib va g'aroyib o'yin ketyapti. Hisobni oldindan bilib bo'lmaydi bu o'yinni. Ikkala jamoa ham bir xil tempda. Hisob necha bo'lishini o'zim ham taxminiy bila olmayapman. Chunki o'zim ham ajoyib hujumga chiqib ketyapman mana. Ajoyib hujumlarga muvaffaq bo'lyapmiz ikkala jamoa ham. Van Persie mana 2-0 bo'ladimi? 2-1 bo'ladimi? Zarba deb yaxshi. Bir o'yin tugadi. Bir o'yin tugadi. Gonzalo kuchli jamoa chiqib qoldi. Yana bir bor kuchli jamoa. Ajoyib. 116 obish. Firdavs. Yutishim endi qiyin bo'ladi. Endi qiyinlashyapti. Sal darvozaboni ham zo'r. 116 shil, 117 ekan obish. Obishi 117 ekan. Bolalar, nima qilamiz? Harakat qilamiz yutishga. Nima bo'lardi? Birinchi taymni hisob. Birinchi taym bizni oldimizda bo'lsa, biz yutsak birinchi taymda, masalan 1-0 keyin yutsak. Himoyaga o'tishimiz mumkin. Agar birinchi taymni o'tsak himoyaga asosda o'tishimiz mumkin. Zarba. Rikoshet. Yo'q, rikoshet bo'lmabdi. Yaxshi. Mana bizning hujum. Bitta hujumda gol urib keta olmayman. Bu jamoaga apenda zarba gol. Agar ikkinchi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, like atishga. Hozircha xayr.